Ayallar dünyada, ayallar dünyada, ayallar dünyada gülgünce. Ayallar diyen yerim dünya, eğer de özse ayalda günah. Her kişi de var kuş peşva gumpa. İnak ötünla er hotulla yetir. Ne? Hiç nime? Vay hotun bügen siliginin boldu ha? Digendi lan iş kaldığı çıkıp çıraylık yasınıp nakş okup usul oynap ketipsiz o. Muqaddas ulug' ayol zoti bo'lganligimdan xushal bo'lyapman. Vay yey. Sizlar ayollar ulug' muqaddas tarqab eslansanglar, manga o'xshash xotindan qo'rqadigan bichora mo'min erlar qanday zot bo'lib salnamat. Biz ayollar xuddi quyoshga o'xshash baharg'imi, tong'imi go'zallik baxsh etamiz. Shundoq, biz erlar zulmat kishilardek, butun kishilarga qo'rqinish turlarini ato qilamiz. Dunyodagi har qanday gulning go'zalligi biz ayollarning go'zalligiga yetmaydi. Chunki biz hamma yerga xushpurak chachimiz. Shundoq, dunyodagi barliq siz o'tcho'plar biz erlarning simoli. Biz hamma yerga jusev suruq taqtimiz. Ish qilib biz ayollar oilaning guli. Shundoq, biz erlar oilaning quli. Ayol bor uy gul bo'ladi. Shundoq, akshva uy kul oladi. Agar faxrlanishga to'g'ri kelsa, sizlar erlar biz ayollar uchun qilgan xizmatinglardan faxrlansanglar bo'ladi. Agar ayol zoti olsanglar, sizlar ayollar biz erlar uchun xizmat qilish fursatiga ega bo'lganliklaringlardan faxrlansanglar bo'ladi. Farzandlarning kelajagi biz ayollarning qo'lida. Chunki biz farzandlar uchun tunji o'qituvchi. Shundoq, biz erlar farzandlarning zakatiga dushmani. Dunyodagi butkul insonlar bizga o'xshash onalarning oppoq sutini emib cho'ng bo'lgan. Voy qidaqli, qaymoq yo'q sutini maqtab ketgan edi. Amisi yolg'onmi? O hozir sut degan to'la. Kalaning suti, qo'yning suti, ashkining suti, tugining suti. Unda pul olotgan bo'lsa, timsoq suti bilan to'qining sutini mutab qiloladi hozir. Ana suti emmay, timsoq suti emib cho'ng bo'lgan bolalar emitgan egisini do'rab, hayvon bo'lib qolamiki? Voy, endi bo'lib qolama. Ish qilib biz ayollarning ko'ngli sutdek oq, qo'sqimiz kangri, qo'ynimiz illiq. Shundoq, biz erlarning ko'nglimiz qora, ishimiz ta, qo'ynimiz muz. Biz ayollar. Hey! Ha? Oy. Xapamangli xotin vaqirab sapti men. Bu bugansiliginin bo'ldi. Bu atdigan nima gap qilmasam, biz ayollar andoq, biz ayollar mandoq deb ayollar uchun bir muncha madhiya naqshlarini o'qib ketdinglar. Bugansiligi bir ish bo'lmaganda? Bugun bir ish bo'lmadi. Ati bizning bayramimiz. Shuningga xushal bo'lyapman. Shuningizga atdigan dilam qozon beshining huquqini menga o'tkazib berishingning sababi shu ekanda? Endi tushundinglar. Men misalni bayramimni optaroq o'tkazib beramdiki demisam, bunchalik hayajonlanib xushal bo'lib ketmaydim. Amasi danglamasa, atki bayramingni qandaroq tabriklasam xush bo'lasizlar. Ailemizning iqtisodiy ahvoli men ayon. Ha. Shunga ham arzon. Ham meni xush qilgidek narsa tabriklasizlar. Ham azon, ham silni xush qila oladigan narsa nima edi? Kallarni yaxshiroq ishlasanglar, cho'qqin topa olasizlar. Tapdim. Bir narsa esim keldi. Dangliqni? Shu o'zi azon, ishqo'yga xotirdim bijni ilab, kecha uxlamaysiligim muhabbat qilib yozaymiki deyman. Ati bayram davasdan tishimga tekkinni. Bunda yaxshiroq o'ylamamsizlar? Bo'ynimga, qo'limga ishlatgili bo'lgan narsa osonli bo'ladi. Tushundim. Ey. Nimalay deysizlar? Bo'yningga, qo'lingga ishlatgili olayotgan shu oliy, yuqori darajalik sopindim bijni pasam bo'la? Voy. Voy, nimachi bixil bo'lib ketgansizlar? Ko'nglar bug'doyning bo'lmasa, bug'doy so'zing yo'qmi debdikan. Menga bir ig'iz bug'doy so'zingmi yo'qmi? Bizda boshqa narsa bo'lmagan bilan unda so'zlagan samandek. Unda biz dangliqani bilan bir anglab qo'yay. Sizlar har shanba kuni 2 kun kirjitdinglar emasmi? Ati bayraming bo'lgan ekan, men oldim shanba 2 kun sizlar kirjimanglar. Voy, jep yaxshi. Kir qatlamı bek jug'lishib ketgan. Shu. Ish degan ayolg'im mushundoq ko'yinsin, nima degan yaxshi? Kir qatlarning hammani o'zim yuyday debsizlar.
Ne gapni qilibgansizlar? Dushanba kuni ishdan burroq kelib ham yurasanglar bo'ladi emasmi? Voy bayram marifsida achchig'imni keltirmay, tuzukroq gap qilmamsizlar. Men sizlardan qo'rqib tuzukroq gap qilolmayotgan tursam, hatto qattiqroq o'tilab bo'g'chimi? Adamga sat olib, adamni qo'rqitgan tursanglar. Danglamasa, ata nima ish qilsa qolasizlar. Tushdan avval otalarimizni yo'qlab kelaylik. Ashla qildi. Yangi to'y qilgan ayollardek magazinlarni aylanib kelaylik. Ashta qilsaqqa bo'ladi. Lekin men telefonimga avariyadan oldin berilgan ma'lumotda qattiq yomg'ir aralash bo'ron chiqmish. Yataverish ehtimolligi bormish. Shu bozor cho'galarga turgan chog'da yataverib qilib chatoq chiqanmi? Voy, hamma ish biz ayollarning ziyniga mangdi ekanda. Shu. Agar yomg'ir to'xtab qolsa, kechdan bo'z chiqaylik. Chiqili. Lekin kech soat 10dan keyinroq chiqili. Nimish qamda? Chunki kech soat 10dan keyin hamma do'konlarni taqab oladi emasmi? Sizlar menga ana appa, mana appa demaysizda. Voyjon. Voy. Voyjon. Voy, nima bo'ldinglar? Nima pini bo'g'magan taqadak sakraysizlar? Sizlar meni qanchalik yaxshi ko'rmaydi ekansizlar. Ne gapni qilibgansizlar? Sizlar dahshat yaxshi ko'r. Ishonmayman. Menga paket kerak. Sizlarni yaxshi ko'rganga yetarlik paket bor. Masalan, jiroq kelsanglar, yurkim og'riydi, mana bu bir paket. Hammasi yiningda bo'lsam-chu. Yinimda olsanglar, beshim og'riydi shu. Isit. Sizning qo'lingizda o'tib ketgan umrim. Asli men bu gapni sizlarga demaydigan. Demay ishimni saqlab yuraversam, kasal bo'lib yetib qolgan o'xshayman men. Kasal olib qolmaydi desanglar, aytgan gapning hammani bugun davalanglar. Agar men bu qo'pchilikda tasoddiy o'lib ketib qolsam, meni eslab qo'yarsizlar. Voy, eslayman xotin, eslayman. Eslamaydigan ish olamda. Albatta eslayman-da. Qanday eslaysizlar? Qanday eslaydim? Sizning o'g'lingizga olgan xotinimga sizning gapingni qilib eslayman. Nima? Sizlarga bo'ldi, Alloh'im, sizlarga bekach bo'ldim. Yig'lamanglar. Sizlardan eng oxir qitib yana bir savol so'rab boqay. So'ranglar. Men bilan o'ch tutish niyatinglar bormi, yo'qmi? Mush gapmi-da? Bu gapingizga men kechda javob beray. Qiling. Hürmetlayman kadirlikin yana özüngni. Eyitmam sen bugün bana yürek sözüngni. Erkek bulsan erkeklerce mert erlerdin bol. Ayalının işiga teksen ahırı kalı sen kol. Erkek bulsan erkeklerce mert erlerdin bol. Ayalının işiga teksen ahırı kalı sen kol. Caqacuqqun bo'laversa og'riydi yurek. Kishiga hurmat kerak, inovat kerak. Xotinlar inoq bo'lib tan qilsaq harakat. Oilamiz gullanmamdu topqochqa barkat. Xotinlar inoq bo'lib tan qilsaq harakat. Oilamiz gullanmamdu topqochqa barkat. Qilsak biz hurmat. Ranjisakmi ranjimaschin bizning qalbimiz. Inoq bo'lsin turmushimiz, muhabbetimiz. Murakkabdir hayot yo'li tavlaydi bizni. Inoq oila qurish bizning mangu ahdimiz. Murakkabdir hayot yo'li tavlaydi bizni. Inoq oila qurish bizning mangu ahdimiz. Inoq o'timiz. Tulumu kızgarlık, nakşı usul ve diyaloglar birleşken bir numurunu köydük. Aldı bilen tekliflik mihvallarımızdan baha sözünü alıp baksak. İnaq aile. İnaq aile.
Numaralar şunda yaxşıken, terbiyevi ehmiyetine ait yukarı. Hazır şu cemiyetimizde bayramınınki cıklıkıda nurgun aile şu bayram münasebeti bilen hiç kaçan emdi sağ üst kemige nimeline oy bugün bana irim onu eppesi bunu eppesi dep cemiyetimizde. Muşunun bilen nurgun aile bayram boğan yoki ajrashib ketgan ishlarni aytijik. Biz ayollar ba'zida bak menmanchicha. Ashunda hozirgi ban numronglar shunda yaxshi bo'libdi. Mana bayam sen o'lib ketib qolsang, og'an xotinimga yaxshi gapingni, sening gapingni qilib berama deganligimni ochiqlab qolmadi. Amaliyotda bizningki erlarimiz mengu cho'ng olmayotgan bu vaqtgan. Agar ashuni ayollar bilalisa, ularni shilab uzgap qilib, voy nima yugungiz vatdi. Biz vuk o'g'ri, vuk qarmadak deganimizga voy apqim deyotganlar bo'lgan ekan hamda jamiyatda. Shunga mushu oilada bir-birimizni tushunsak, bo'lsa mushu oilaning inoqligi, jamiyatning inoqligi, oila inoq bo'lganda jamiyatmi inoq o'tgan. Shunga mushunday yaxshi numurlaringni akaginingizdan baxo'sh oldum. Shunga mushu jamiyatimizga mushunday yaxshi numurlarni bo'lsa jiqroq ekilib tarbiyalash nimasini ahamiyatini taxmin kuchaysak. Rahmat. Rahmat. Hazır Gülbekleme'den bu sözler öttü. Mazmun cihetinden de hakikaten yaxşı, aktif energiyalik, naitti, sağlam boğan yaxşı eser ekepsizler. Yeni şu oldu bilen sizlerge rahmet. Qarıgandan ba itotni xeli oynalga itotgan burunlar. Bu aslida 2012-yili Abduzakam yezib azroq men o'zgartirish kirgizib bir o'ynagan. Bu itotning o'tirtdagi ba'zi bir gap so'zlar yumor bo'pmi taqilib juda endi bir mezgil. Hamda bizlarga miyada tomoshabin suhbatda hozir ko'ryapmiz. Hamda bilgili bo'ladi. Shundaqmi? Hamda boyatim deyishgandek qanchalik tövanda qanchalik repetitsiya qildik, nima ishlarni qilib bu jihatdan bilgili bo'ldi. Hamda men mashq jihatimi Raus kuchapsizlar ham qayta xeli o'ynalgan asardek mashqda his qildim men. Anda mushu boshqa ritm jihatimi aytdi. Haliqi so'zlab ketilgan ish yo'q, aytdi yaxshi bir joyda bo'libdi. Rahmat sizlarga. Rahmat. Itot nayt yaxshi. Itotning qurilmasi jihatdan bu bir mikro tipdagi naqsh usulliq bir itotgan bu. Naqsh usulliq hamda cho'ngroq bo'z naqsh usulliq opera bo'lgan kichik bir hisobda bir perlik bir naqsh usulliq operaniki bir yig'indisi hisob. Mikro tipdagi bir naqsh usulliq ishda bir asar ekan. Bu nayt yaxshi hamda buni ifodalayotgan voqeani o'zi bir inoq oil. Hamda bu oil deganda biz bu oila qurdik, baliq bo'ldik dedik. Issiq sovuq ishlar beshimizdan o'taldi. Hamda bir oildan shunday issiq sovuq ishlar, shunday turmushning bir tatlı yerler ekan bu. Ancha-muncha bir-birisi batni velish, bir-birisi qiydi velish. Masalan, hozir shunda bir-birisiga tatlı aklab, oxirida yana bu ishlarni yaxshi hal bo'ldi. Mushu oilik etotlarga, masalan bizning burunqi cho'nglarimizmi ochiq baqqan ancha-muncha mushu erlar, xalatlarni xo'sh qilish uchun mush oilda mushtaq narsalarni kiyib olish orqali ayolning ko'nglini olgan. Bu balkim bu kishi oilda butun oila ishini qilmasligi mumkin. Faqat shu ayolning qashida xalat yo, peshtam narsalarni kiyib olish uchun ayolni xo'sh qilish uchun shunday qilishi mumkin. Ammo sahna oila emas. Bu sahnaga chiqishda masalan ba'zi itotlarda bizmi ochiqimiz. Zaruriyati barchaqlarda sizlarning itotlarda zaruriyat bo'lganligi uchun bu narsalar ta'kidlangan bo'lishi mumkin. Buningdan keyin ishda itotlarimizda zaruriyat bo'lib qolib qolsa, ashundan azroq tushuncha berib o'tish. Zaruriyat bo'lmay qolib qolsa, amal bor, shuni sahnaga ochiqmaslikni tavsiya qilamiz. Buningdan keyin asarlarimiz o'zaro uyg'unib, shu diqqat qilgan nuqtalar cho'qim diqqat qilib, ochiq turgan nuqtalar cho'qim ochiq bir diqqat qilgan bo'lsa, degan taklif bermay. Rahmat. Sizlar hammamizga bir o'ylig'isiz darajadan bir hammamizga bir madaniy jihatdan bir zo'q ato qilib, hammamizga edebiy jihatdan, ma'naviy jihatdan nurg'ilgan tarbiyaga ega ato qildinglar. Ko'pdan ko'p rahmat. Gumnaya inoq oila yuzlik taraqqiyotchilik masalasi nomidan bir yurish haysal gulqatlarimizdan bir yurishdan so'qlay. Rahmat sizlarga.
Rahmet. Rahmet. Sizler şu inak aile temisideki itotla oynaş arkalık bazı ailedeki küçük ziddiyetlerini şularını bir yişip edelemez mi? Ayallah oylayımız bu bir adli sözlerden, adli hareketlerden aileninki bəxtini sıkıtmaz. Sizler bir adlilikten mu aileninki bir muhabbetini, bəxtini kaydedin bir eksettirip edenler. Rahmet. Sizlerge mağluqa əla yemek içmek şirketimizden Mavzuqma Marks'taki yürüyüşlük içimlikten təqdim etsem. Rahmet. Rahmet. Bu itot nayet yaxşı oynaldı. Mesela mağu sınırımız mı? Nayet coşkun, canlılık keyfiyatı. Bunu kökendeki ben sahnede şu ustazını kökendek buldum. Kıskısı ben bu mağu oynalgan itotun nayeti obdan huzurlandım ve hoş buldum. Bizden Apriyde Solcek şirket namıdın sınırımızga hanım kızlar kara şekeri bir yürüyüş soğuksam inimizga Apriyde küçük ve sokmaklardan bir yürüyüş soğuksam. Rahmet. Rahmet. Sizlarga mushu Shinjang Aysog'lam Sodichaklik shirkati ishlab chiqargan Ilgi Quvvat markazidagi quvvat nashliqdan bir yurishni sovg'at qilay. Qizchaqninki ayollarning ulug'ligini sifatlashi bilan Shirayjonninki shunga moslashib qilib bergan kinoyalari bu yerda texnik qiziqarli bir ustun chiqarib berdi bizga. Buningdan biz nihoyat bir inoq bir oilaningki faqat bir pul, mol dunyo emas, balki bir baxtli kulk sada orasida chiqitganligini his qilib oldik. Rahmat sizlarga. Yer shari uy bezakchilik loyiha cheklanish shirkati nomidan agar sizlar keyincha uyinglarni loyiha etmoqchi bo'lib qolsanglar, uy ichi loyihasini haqsiz qilib berishga taqdim qilsam. Ahir keldim emge tapalmadım öyümünü açtım yana dohanı adamı dedi o tapalmadı dohanımı açtım yana dohanı adamı dedi o tapalmadı dohanımı açtım yana dohanı tapalmadı dohanımı adamı dedi o ahir geldim melenge tapalmadı kayıt gireyim ha Ya. kayıt baktım kilo rasmi Ya bak nasıl? Ya bir kısmı mı ya muşta kovadamızlar. Kan bu rap mı gap mı? Ahir geldim melenge tapalmadım öyümünü açtım yana dohanı dadamı dedi o tapalmadı dohanımı Özgürüşcan Ayıp bir kelamsa. gene bir kere Bu ketti. hayırlık ama Ha? ahir geldim melenge tapalmadım öyümünü aç Ya muşun kendini tapamadım gipim ne dersin? Tapamdım üyemle, tapamdım tokan nedim? emisi geldim Ha? ahir geldim melemge tapalmadım açtım yana dohanı özgürlükle bekliyorum koy ya gelmedi dadamı ya öldü mü ya özgürlükle bekliyorum koy ben alimekteki manganda matanı lığır koygan kıykas öyle sıktı koy bizden öyle kayaklayıp kettendi ya dadansa erkek kulağına kıykas koy ya Hay, kime sen? Kime bak, kime kasa kime sen? ya dada ben bana Seyit Ne bu? Sen? Seyit Balam bu sit degan çetelik ismi ya bu. dada bu çetelik istemez ben senin oğlun Seyit Bu menen o Sametcan dep oğlum boydu. Sit ditkan bir balam yok da bu bu. kötüne dadı Sametcan'da bek Türkiye almıştı koy Balam Sametcan bu sen mi? kıykas koy Ay kadavalık abdantın falan. ya bu ya Ye. Bu hele ye degan gap yaxshimsiz, ye gap chaqma. Ha balam, qadavalık abdantıda. kıykas koy güzel yaxşı da Ha yaxshi balam. apamı kıykas mı Ha apa. bilep kalımız gibi kıma Hay şu makas, apsiyada ülümüzlerde bir yerde. Ha ana o esaga otağa çıkıptı. yaxşı olsun boldu Ha balam,
o'sha 1 yilga nihoyat aldirishib ketdi bolam. Uning gapini qilmag'ana dada. Ha. O'sha intamdan o'tgansa bolam. Ha, imtihonni gapini qilmag'ana dada, beshim og'iydi. Ya'ni intamni o'tamabsan-da sen, ha? Ya dada. Sen benim imtihan ötemdiğine kulak kaldın mı? Bolam, demek intamdan Ötemedim şu. Hay, bana olursa yine intamdan mı? Ha? Ya ötemeyken gap. Ötemedim şu. Hay, ata-anamız, anamla işkimiz capat atımsın, alimekte okusak, alimekte intam ötemmeyi, ne günüp geldin sen? Ha? Ya dada ben bağa rap günüp geldim. Değil mi? Rap, onun annesi kuruk rap. Kuruk yaptım dada ben gap. Rap'le ötken güllürüm, rap'le ötken tüllürüm, rap'le ötken sözlürüm, rap'le ötken güllürüm, rap meniki hayatım 1, 2, 3, 4. Göz gelip Asud'da paxta ekildi, Xotan'da aldılar yana kakıldı. Kelin elmevilen yaxşısını, xilmevilen bulusunu bir öte aytnagi nap bitmekten konğutap. Mana bu rap. Senin diken kendinin hem biz kuruk rap. Kuruk yaptım dada. Ağzını şunu tıkırdım oğlan. Hadi bu kıza kakıman sen. Anamla işkimiz capat atıp atayasını baksak, 4 yıl ağlı daşıyordu, okup balam. Müzik günüp geldin mi? Nime bu? Dada bu diyen sanat. Nime? Sanat? Ya balam, oylap bak ha. Xotan xılık naqsı, Qaşqa xılık naqsı, ili xılık naqsı, Dutta naqsı, Manda naqsı, sanat değil mi? Nime bu? Mertulukum gene dada. Hay, anağla işkimiz yemi içmesini aşıp pul tepep, alimekte ügelsek, hay, yine kaç intamını uytamapsa kaç yüzüne kedim ya? Ya dada, meni o kegim yok dedigine. Vay yanca tıfılkamıydı. Şoň şalaqıda ki bas tıkman pulunu açsan, çoğ şalaqı peka şaşmayman mı? İyilikini tiklep. Sen bağı balam, iyilik tiklemedikçe, şimdi pukanı bir tiklemem. Baka ne olur? Ben de bağı balam hem de pul yok. Ben de üyülen ısık cabba balam hem de. Ya dada pul yok mu? Yok. Anda ozi mende mal var. Digine ne? Şakkıda oyunu sattımız, polisle bana birse. Pikas oynayın ben koşa koy. Dokunun poka. Öyle partiye hükümet bizi olsun da bese. Sen öyle sen biz anağına nerede olduk biz ha? Ya dada bek dötken sen kalan. Ben iyilikle pokada gideceğim. Sen abi 5 yıldızlık mimarhan yaptın mı? Uşuncan. Ondan olsa beni 5 yıldızlık bu uşuncan mimarhaniyet kuzu bala. Pikas yaşayımızda. Yaşayamaz. Eğer iyilik tiklemeyi veren bolsan uçak ne hediye etmez? Ya dada anla sözümle. Titleysek Asıl ben. Baka doğru. Yine kendini sen bu kulüp parçası çıkırtma. Tokta. Hocam. Tokta. Xotan Ming Qulay Yemaklik taraqqiyot şirketi Qulay yurishli qo'g'u mahsulotlarini bozorga soldi. Har qaysi joylardan vakolatchi chaqirdik. Telefon 183 99 49 33 88. Pah, bizga nima degan qiziqarli komediyalik itotlarni elib keldinglar, ha? Pah. Unda olsam shu bizningki ustozimizning sizlarga bo'lgan yurak so'zini anglagach Ukamızdan bizside sahneye çıkışan tabii orunlaştırılganmı? Ya raplarının tekisini tizip bulama avar okettin mi? Onu özden bilip aldı ben. Baytın çıkma dedim ben yugurp çıkıp aldım. Onumay çıkıp aldım. Onumay çıkıp ezip kettim onu. Kayıtka ezip göremizsen deyim ben. İti otandan aç bir kızı deliken. Aç kızık ya şeyleri. Nayt yaxşı teminden birini tanlap dikenizler. Timanlar kıska ezip kalgan yer uzun yaxşı çıktı. Şu eser sel kıska. Bo'lmasa onundaki eserde ama ikkanlarniki sözniki bir-biriga urilib ketish azroq bor. Shundan bir diqqat qilib buniki o'ngshab mansanglar, o'zinglarning qiziqishi bo'yicha uyg'unib, musholat kelishning o'zi aktyorlik nisbatan cho'ng saviya. Buniki ham umid qildig'imiz, hozir sizlarni bularga avval nima desak, aktyorlikningki ma sahnaning ustida yuz berayotgan narsalarni o'zimiz nima qilayotganini uqamiz. Ammo buniki nazariya deydigan bir yer bor-ku. Ama her qanday bir ishning nazariyasi, uningki amaliyat bo'ldi emasmi? Men nazariyasi jihatim azroq bir narsa ko'rsanglar, bo'lmay qolib qolsa, bizlar herhalde shu aktyorlikning nazariyasidan boshlab o'rgangan hamda. Shu jihatda azroq o'rganganlar kelib qolib qolsa, hamda biz mushpetlar menga to'xtab qolsanglar, unga mayli. Bo'ladi, yaxshi. Ammo shu nazariyasidan boshlab biz hamma mushkes qiziqqandan keyin muqimroq, puxtaroq bir o'rganish qilaylik. Yeni başlap özümüzde bir yenilap bakayla deydiğim bunda oy fikrini bakıp kalsa biz aş nazariye cihatta onundaki meyli sahne çıkıp düşüyoruz, meyli ekran aldıki dikkat kılgan söz hareketler, onundaki dikkat kılış işler, onundaki kanday kısak, texim yaxşırak buldu degan to'g'riliq
Bağ məsləhət ügünüb ketsək, özara bir-birimizdən bizdə bağını siz öyrənsənglər, siz bağını biz öyrənsək, yaxşı ötüb ketsək buldu. Lekin əsər yaxşı. Aş beşik ezgitke yerdən yaxşı oldum lekin. Rahmat. Yaxşı əsərini əp gəpsizlər. Hazır cəmiyyətimizdə varmı şunda ahvallımı? Ata-analar həm də bək arzu qılımız, lekin ballarını yaxşı tərbiyələyəməyimiz bəzi vaxtda. Digən əliqi həddidən ziyadə ərkiltib etiş, digən qandan nimidirsə şunu yetkizib biriş arqılıq ballarımızı özümüzü yoldan çıxırıb qoyduğumuzca. Bu cəmiyyətdə var. Şu aynen ahvalını bizge şu sahnedeki küçük nayt kısık olsun mu? Orlap edinler, sizlerge rahmet. Benim teklifim bunun keyin mi şu doyun deytimiz, koyuşu deytimiz, şu nimeli de, Pintay'da Xotanninki en yarkın boğan bizdeki məsulatlarımız var. Doğru. Hazır xalq turmuşumuz nayt yaxşı, hazır dixallınınki turmuşu bək yaxşı hazır. Doğru. Kimning uyiga kelsa qo'rqmay bir qo'yni suya olayotgan darajaga kelib bo'ldi hozir dehqonlarimiz. Uylaringizni sal yingilab, ishlayotgan do'yindagi uylini sal yingilab, bizniki shunchalik dag'dam similit yo'llarimiz bor. Shu yerda putlasanglarmi shu similit yo'lda putlashib, yaxshi bir asarlaringizni bundan keyin xalqimizga sovg'a qilsanglar, ishlaringlar ko'ngildagidek bo'lsin. Bayamqidek yaxshi asarlarni ko'plab ochiqishinglarni uchun ko'nglimdan. Rahmat. Bu idotning hamda ideya demoqchi bo'lgan bizning fikrimiz, gaplarimiz aniq. Nima demoqchi ekanligimiz aniq idotning mazmunida. Hamda lekin buningda ham sizlarga shu repetitsiya kelganda sal vaqtinglar ozroq berilib qolibdi. Hamda shu ishda chiqib qoladi, bir yerga chiqqanda-chu, tövanda repetitsiya qanday qildik? Şu işler senden çıkıp kaldı. Men çoğusa muşinin davamlıq, yani azrak iş koşup azrak kengaytip muşne. Bunun davamlıq işte sende bulup kalsa, ya ki başka kuyduğu uyanlar bulup kalsa berip muş eserini davamlıq oynasanlar buladı iken. Ananı kilsel repetisini küşeysanlar eser yakşı. Tekrar yakşı eserlerini kütümüz. İtotnumu qiqas o'rinda etdinglar, bizlar qiqas kulib etdik. Sahnimiz shuncha chiroyli chiqdi. Ham bu itotlarning tarbiyalik, ham jamiyatimizga bo'lgan nurg'unlagan, yosh bolalarga nurg'unlagan ijodiyat tarbiya ahamiyatga ega bo'ldi. Kommunaya inoqayli yuzlik taraqqiyotchilik muassasasi nomidan so'g'alliq so'qmoqlarimizdan ham masalalarimdan biri so'q qilay. Numaronglar qisqa bo'lsa-mu garchi, ko'rurmanlarningki huzuriga bir ma'naviy uzuq bo'ldi. Sizlarga yana bu A'lo şirketimiz ishlab chiqargan Zo'qman markasidagi har xil tamlik sut ichimliklardan taqdim etsam, qabul etsanglar rahmat. Rahmat. Şirketimizningki Qulay markasidagi Xogo mahsulotlardan ishkimligi bir yurishdan yaqilib qo'pab kelganda uyda o'tirib qana qaytib pishirib yotganga. Andan keyin Qulay markasidagi Qeza yurishlik mahsulotini bir yurishdan sovuq qilsam. Qabul qilsam. Şinjan Tirishchilar xalqaro savdo shirkatining ishlab chiqargan chet mahsulotini bir yurish sovuq qilsam, qabul etsangiz, ham bizning Tirishchilar shirkatiga sizni taklif qilsam, bizga shu ilon tashviqotda bir deyishbasingiz, birlikda tirishib tang taraqqiy qilsak degan umiddaman. Oilalik turishkunlar jihatdan sizlarning ehtiyoj bo'lib qolgan masalan, shunda bir film ishlaydigan ahvol ostida sizlarni qiyinchilik uchiradigan shunday bir narsalarning kamchil bo'lish ahvol jihatda men qo'lim ko'ksimda intiloylik turishkunlar uy jihozlari maydoniga vakolatan men yaqindan qo'llab yordam qilaman. Mana Zaytushonni bir undan boshqa o'z so'z saroyimizda yaxshi kelayotgan chang tuzdan so'mirgishdan birdan ikkini so'g'atliqqa bermoqchi qabul etishingni umid qilaman. Mening bir taklifim bo'lsa, Gulbahramadek bazı vaqtlarda yengidagi hozirgi zaman aqliy iqtidorlik oila deganga o'xshashmi? Bir yangi zamonning ba'zi hikoyalarini chiqarishinglarni umid qilaman. Sizning shirkat qayerda? Bizning shirkat Laskuyda. Laskuyda. Va yangidan qurmoqchi bo'lgan shirkatning o'rin jihatdan bir tayyorlik bormi? Şu Xotan götürtkan plan var. Onda olsa Xotan götürgen vaqtda men bilan hamkorlassangiz, men sizning Xotandagi shirkatingizni zamoniy uslubda yaxshi, go'zal qilib laylab berishni ustimga olaman. Jo'ng'iston
Marksistike, sap Jigdasil'den, Çoğun ustam Kuvvet Sokmak'dan, Zencibel mürebbasından bir yürüyüşten işkanlığı soğuk kılay. Çaşnikinin çıkak Brasil bana. Çaşnikini Tırışçalı'da soğuk kıldı. Hem de isminizde Mehmet Taz emez. İstimenden Mehmet Can bulup gitken oldunuz bana denken. Sumbul Çacılab. Rahmet. Bizniki Qarqash şirket namıdan, sizlarga Qarqash mehmon şirketi namıdan, o'sha Adilkamniki, Adil Mijit Marksistike gazliq ichimliklardan bir yurishdan sovg'at qilsam. Rahmat. Siz qisqagina vaqt ichida 4 radiolik nurg'un yaxshi asarlarni vujudga chiqarib maydonga keltirib xalqimizga sundingiz. Rahmat sizga. Rahmat. Bugungi bu so'rin orqali Lopnaya Zilchi savdo shirkatimizning Xutan Qaraqo'y yong'ini yuvib, tozalab, dezinfeksiya inchki holatda ishlab chiqargan yotgan mahsulotlardan naq maydonda bir yurish so'g'ib qilsam, qabul qilsangiz. Mana bugan zilchining bugan payini aytgan barda nima so'rg'iga ochiqlan berib Zilchi bugun pika bilan keldi-da. Rasmi. Biz qolgan qarqanchilarni ochiq gap qilamdikan, biz zilchimiz saniga ochiqlan beraversak. Men sizga shunday Böpen Texnik Taraqqiyot şirketi nomidan ishkanlarga 5 yurish maslahat so'qilay. Rahmat. Men sizlarga ishkanlarga 550 dan iste'mol kartasidan 2 tal bersam, har birisinglarga 550 dan. Bizning shirkatning 18 xil mahsulotini xohlagancha shu 550 malni tanlab ilib olsanglar. Rahmat. Aprida Soçek şirketimiz işlep bazarga salgan Anargul Qantin bir yurish, Jigdasildan bir yurish, Yantaq Asildan bir yurish, Amila Murabbasdan bir yurish,